Quyoshga qarab oqqan suv dertlerimni bilip gel. Sirim etmay hiç kimge boşluklara kirip gel. Sirim etmay hiç kimge boşluklara kirip gel. Quyoshga qarab oqqan suv meni bag'ringga tengib ket. Quyoshga qarab oqqan suv meni bag'ringga tengib ket. G'ayvat to'la dunyodan meni birga elib ket. G'ayvat to'la dunyodan meni birga elib ket. Quyoshga qarab oqqan suv nur ziyoni emib ket. Quyoshga qarab oqqan suv nur ziyoni emib ket. Seni kutgan gullarning yildiziga sinib ket. Seni kutgan gullarning yildiziga sinib ket. Quyoshga qarab oqqan suv qaqaslikni suyib ket. Quyoshga qarab oqqan suv qaqaslikni suyib ket. Semin qansa bağrımga balilada kulib ket. Semin qansa bağrımga balilada kulib ket. Quyoshga qarab oqqan suv, quyoshga qarab oqqan. Gülbar Roze yaxshi. Gülbar Roze'dem. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmet. Emmanglarga ma'lumliq Jallod Xinem Bahadır Name degan romanlarning yozuvchisi mening ma'naviy ustozim akam Yasinjon Sodiq Cho'g'lan akamiz mergiga kelibdi. Bir ikki qiz gipi bilan keldaqchan. Assalomu alaykum. Bir ikki qiz gipi bilan keldaqchan. 18 tom kitap yazıp boğa adamla bir ikki qiz gap bermesek hem tillaysılda at chiqmaydi. Assalomu alaykum. Bugun bu sahnede naqshlam o'qildi. Gap bo'linmaydi deb o'ylayman. O'zim gapga sal naqsroq. Endi Rahmonjon meningki nazarimda qalbida adabiyot bilan san'atning o'ti tang lavildab yenib turgan yoshlarimizning birisi. Hozirgacha meningki es qilishimcha adabiyot san'atning o'ti bir pas aslab qolganim yo'q. Adabiyot san'at uchun mangan qadamlari bir daqiqa to'xtab qolganim yo'q. Bir xil izlanish, bir xil ishtiyoq bilan shu adabiyot san'at
xizmetimiz için izlenip atıdı. Enimizdeki menzili tehi uzak, çıkıdığan çoğuları tehimi igiz. Enimizga aşındak edebiyat sanatının egiz çoğularının ki nesip oluşunu kılgan ecirge, tatkan japasıga tuşluk, katı şan şereplerinin nesip oluşunu tileymen. Bugün Ürümçideki yaken soğudu işimizdeki bir kısım enlerim bilen bile azırak köngülümüzden elip geldik. Rahmet, köpten rahmet ediniz. Ondan başka Gül'nün oğlu da özümünki kalampay kollarım bilen yazgan bir kaç kitabının bile elip geldim. Rahmet, köpten rahmet ediniz meyvanlarımızga, Rahmet, azizlerimizge. Hoş Rahmatcan, sabah kardeşim bizden turup pesen. Sen bilen, yani şu asası katlamga Medeniyet Nazareti'nin elginep yetkizüş. Hizmet bilen şu yerde işlegen vaxtındaki aziz kıyırındaşlarınla mı? Sana azırak bu sorunumuz kadem teşrif kullanmagan bilen, lekin özlülün ki azırak köngül soğusu vaken. Kene, bizdenki Aynur Gülçiligininki. Şunakla? Assalamu alaykum. Yaxshi niyat, yaxshi tilaklar bilan bugungi kechilik qadam tashirib qilgan aziz mehmonlar, kechliginglar xayrli bo'lsin. Aynur Egilchiligidan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Hürmetlik Rahmancan Avut Özhal Efendi, keçirikingizning muvaffaqiyatli bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmancan Avut Özhal Efendi sizning Makit naisiga Elray xizmatiga ketgan qeyrindişiniz hamda Tarım jurnalining muharriri Mehmet Aysa Efendi keçirikingizning muvaffaqiyatli bo'lishini tilab, sizning g'ayrat shijoatingizga barakallah aytib, arzu-armanlari mujassamlangan bu bir dasturni ko'ngil so'g'isi qildi. Qiyni qabul qiling. Rahmat. Ahırda Aynur Egilchiligimi keçirikingizning muvaffaqiyatli bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Ben Rahmancan'ın vakaleten kabul kılamda. Mışın asıl Rahmancan öz kabul kısıp dikene o Şincan Mihrigiya şirketinden Mihrigül Hanım'ın ki Rahmancan Avut Özhal Efendimge çıraylık pakıraydıgan ettir gülken Taş Muhammed Tursun Efendi'nin ki köngül huzurunlağı sunduğunu gül bolsa. Merhaba. Kadersiz kalganın günü kıyamet soğulsan kargaya erken olsun. Kadersiz kalganın günü kıyamet soğulsan kargaya erken olsun. İnsanğa tez iş yok, tilep yemektir. Şunduma çıraylı tilken olsun. İnsanğa tez iş yok, tilep yemektir. Şunduma çıraylı tilken olsun. Ölürlük örülmez Munar bulsan Munar bulsan Yine bana Aman bir yol
ömürlük görülmez Günar bulsan yine aman direy yülkülsün Adem'nin aldığı arkası etken Çok sebep arkanda kul kolgusun Adem'nin aldığı arkası etken Çok sebep arkanda kul kolgusun Dostumla birer yer yürgün teyyar Düşmenle kulumda yer uykusuz Dostumla birer yer yürgün teyyar Düşmenle kulumda yer uykusuz Düşmenle kulumda yer uykusuz Assalomu alaykum. Rahmat, Tashmamat Tursun aka. Manda gap. Sizni tutib qilishlik sabab ham bizning bugungi kechiligimizning yulduzi, ya'ni Rahmonjon Avut o'zi hal yigitimizningki sizga, sizdek bir aksiga, sizdek bir qarindishiga hozir ko'ngil so'g'isi aka qani. Rahmonjon Avut o'zi hal efendim. Mana aşı avat yengere kaç pavalı tuğa vaxtıda nurgun aşında bir oylanı qılıp ama bu mübadı muşunda bir səni olsa özümün köngülünü bir izar qılğın bat deb bugün müş fürsət bopdu. Rahmat etimiz. Xo'sh, alqishlarimiz bo'lsa beraylik. Rahmat, ko'p rahmat etimiz. Rahmonjon Avut o'zi hal efendim. Rahmat Tashmamat Tursun. Rahmonjon yana davomli sizni ap qolaman-da, endi oldiqroq kelsangiz. Xo'sh, azizlarimiz mana shunday qutlug kunlarda sizlar bilan shunda bir narsalarni sirdosh qilib kerak ekan. Bunda shunday so'zlarimiz balkim bir-birimizga loyiq deb o'ylayman. Biz halol yashashni, mehnat to'kishni, ajr bilan elning, emgak bilan yerning ko'klaydiganligini shundaqla hammamiz tushunamiz. Demek emgek bilen, mehnat bilen insanның her kaçan aziz bulduğanlığını mı texim işinimiz. Demek Rahmonjon Avut özü hal jigitimiz. Ana şu müşkesipni şundaqla yaşaş devirde muşunun qo'xshash hikmetlik sözlerini özününki hayatıga taqdim etip özünün tirish nuqtasi qilib, chiqish nuqtasi qilib, mana shunday hikmetlik sözler bilen bugungi qadam tashrif qildi deb o'ylayman. Ham shundaqla jigitimizdan menmi faxrlanaman, xo'shulaman. Hamda mandaq sizga biz azroq yana so'g'ib tayyorlaganmiz. Ham shundaqla tövendiki aziz qarindoshlarimiz bizning tövendiki ikki ekranga bir marhamat qilgan bo'lsak, hozir ekranda yaxshi bo'lgan so'zlar, yaxshi tilaklar chiqdi. Ham shundaqla Rahmonjon Avut o'zi hal efendimmi tang bakir bo'lgan deyman. Qani marhamat ekranni qo'yib yotgan bo'lsak, rahmat sizlarga. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli inim Rahmonjon Avut O'zhali. Sen bu qatim nihoyatda şon tipli bir kechilikka tayyorlab qo'yibsa, chin yurtimdan muboraklayman. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq aziz qarindoshlar, bizning yosh, talantli aktyorimiz, shoirimiz, inimiz Rahmonjon Avutningki Aksu Avat naisi, yani Havalla kentida şu 6 ay jarayonida kelgan dehqonlarimizdan yengen turmushlarini doklad üstüdün bir o'ziniki ijodiy mevasi bilan, yani she'ri bilan, muzikasi bilan keng xalqimizga sunish uchun bir tayyorlik qilibdi. Inimiz Rahmonjon Avutningki shu kechiligiga muvaffaqiyat tilayman, o'zimningki yaxshi tilaklarini tilayman. Muborak bo'lsin inim. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Men bugun inimiz Rahmonjonning ijodiyat kechiligiga tayyorlik qilayotganligini anglab, alaydan ekran yuzida bo'lsin arkadaşlardan o'rtoqlashish niyatiga qildim. Rahmonjon nihoyatda o'zi tirishchan,
hem istidatlı bizim yaşlarımızdan biri. Bolup bizimki hazırki mana şu sanat sayesinde özü yezip, özü müzikasını işlep, hem özü oralap sahneye çıkmakla özümü asan bir iş emas. Şuna ben Rahmancan elimizdeki işlerinin oңushli bo'lishini hem keçiliginin muvaffaqiyatli bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum. Rahmanjon avut kechirgan muborak bo'lsin. Cho'ng qattish bo'ldi. Sen muqobilligini ko'p jihatlarda bizga isbotlab turdi. Mayli aktyorlik jihati bo'lsin, mayli yozishlik, she'r, roman, teatr asarlari har jihatdan bizga yangiliklarni, qo'shimchalar olib keldi. Yana qaytlabday muborak bo'lsin. Bunun işlerin oңushli bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Davomli bizga yangi g'alaba, yangi tuyg'u, yangiliklar. Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Rahmanjon akam bo'lsa jamiyatimizda ta'sir qo'zg'agan bir san'atkorlarimizning biri. Shu munosabat bilan bu kechilikning muvaffaqiyatli o'tkazilishini chin ko'ngildan umid qilaman. Shuncha yil bu yerda orqa safda turib bizga ajr qilib, o'z oldingi safga chiqib, biz uchun bir yaxshi badiiy huzur beradigan naqsh kechiligini qilmoqchi bo'lganini anglab xo'sh bo'ldim. Rahmanjon akam, kechiligingiz muborak bo'lsin. Ajringizga loyiq natijalar sizga yor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli qadrli tomoshabinlar. Şinjan san'at yurti opera teatr unikining atoqliq dramaturg yozuvchisi ham shoiri ham shundoqla donglik naqshimiz ham aktyorimiz Rahmanjon Avut Özhal Aqsu viloyati Avut noyisining Yangiyirik Yiza Haval kentida bir yil dehqonlar orasida nurg'un turmushlarni kechirdik. Bu jihatda turmush cho'nqur cho'kib, kang dehqonlarimizga o'zining tarang ovoz bilan nurg'un nadir naqshlarni yetkazdi. Dehqonlarning orasiga cho'nqur cho'kish bilan birga o'zining qalam jihatdagi ortiqchiligini joriy qildirib, nurg'un ijodiy she'rlarni, ijodiy asarlarni ijod qildi. Endi inimiz